Assalomu alaykum do'stlar. Biz Janubiy Koreyaning Jeju orolidamiz. Bu orolga biz kecha kelgandik. Va yana 2 kun davomida bu orolda aylanamiz, xudo xolasa. Kecha kelib deyarli ko'p joylarda aylanishga ulgurmadik. Bugun endi xudo xolasa ertalabdan Jeju orolini sizlarga ko'rsatishga harakat qilaman. Kecha ham havo juda ham ayniq edi. Bugun ham o'tib ko'rib turganlaringdek juda ham ayniq. Hamma yoqda olay. Ketdik bo'lmasa. Xo'p, bugun endi birinchi bo'lib biz boradigan joyimiz shu bizning mehmonxonaga yaqinroq joyda Taqdir o'yini serialini ko'pchilik biladi. Shu serialni olingan joyga birgalikda sayohat qilamiz. Yana o'qisa kerak ekan do'stlar. Kerak. Bismillah. Ko'chadan so'g'ib bo'lgansiz deymiz. So'g'ib ketdi-chi? Yongan. O'zi ham eshitilmaydi-a? Bunaqa elektrik mashina. Ancha eskirib ketgan ekan egimatlari. Bu joy o'sha 2003-yilda Taqdir o'yini filmi olingandan keyin sayyohlar orasida yana ham mashhurlashgan. Va o'sha yilning o'zida 2003-yilda Koreyada juda ham qattiq to'fon bo'lgan. Shu to'fon oqibatida bu o'sha Taqdir o'yini filmi olingan bino, ya'ni o'sha paytda cherkov sifatida olingan. O'sha cherkov buzilib ketgan ekan. Va 2004-yilda o'sha sayyohlarning so'rovi bilan yana qayta tiklangan ekan. O'sha yillar o'tib, sayyohlar soni kamaygandan keyin bu joyda deyarli qaramay ham qo'yishgan ekan. Hozirgi ahvoli juda ham xarob deyapti. Qani hozir yaqinroqdan bir borib ko'ramiz. Lekin atrofda juda ham chiroyli. Asosan Yaponiya va Xitoydan sayyohlar juda ham ko'p kelar ekan. Hozir orilning mezalibasi, lekin besh ming ekanmi? Bu joyda 6 ming degan joy ham bor ekan. Qacha? Cho'nda? Minasmi aka? 네. 한 명씩. 계좌이체 되죠? 아, 네. 세 사람? 네, 3명이요. 농협. 만 미미만. 아, 2명이 있네. 2명이요. 농협. 네. Nega otligini? Haligi naqaladi? O'xshar ekanda. Mongollarni otiga o'xshar ekan. Mongollar Baquvvat ekan. o'shada, lekin baquvvat ekan. Lekin birinchi marta ot minib ko'rishim lekin. Bismillah. Ha, Jahongir aka olib bergan. Wow. Mazza bo'lar ekan, akalarga meni ko'ring. Wow. Qo'rqinchlagan ekan Said. Qatta? Ha, yo'q. Bichora qiynalganga o'xshayapti. 이 말이 여자 말이에요? 남자 말은 거치지도 못해. 아 진짜요? 보통 여자 말만 다는 거구나. 이렇게 승마하는 건 초보자를 타는 안 말밖에 안 돼. 고마워. 감사합니다. Taqdir o'yini filmi 2003-yilda olingan joyda ko'rgan bo'lsalaring, hali qiz cherkovga ketadi-ku, bola qamoqqa ketgandan keyin qiz cherkovga bolalarni qaragani ketadi. Eslayman buni.
are going to decide whether or not she gets surgery after we will see his results from the hospital next Monday. But even if he were to receive surgery, his symptoms aren't serious. So Mayibini siz YouTube'dan ko'ryapmiz. Ha, o'sha paytda o'sha cherkovga ketgan joy mana shu joy. Bu joy keyin 2003-yilda to'fon tufayli buzilib ketgan ekan o'zi. Bu o'sha вообще tekis qolgan ekan to'fon, shunchalik qattiq kelganida. Odamni qarang, kamligi o'zi. Ha, lekin o'sha paytda shu serial olingan paytda вообще odam bir yilda millionlab odam kelgan ekan bu joylarga. Ishlariga menimcha o'tsa bo'larmikin? O'tmaydigan qilib qo'yganmi nimani? Ko'proq Xitoyda mashhurmi deyman yoki? Ha, Xitoy bilan Yaponiyada mashhur bo'lgan ekan. O'sha paytda bizni davlatda ham mashhur bo'lgan-ku. Lekin biz davlatga kelmaganda. Ha, ko'rgan, kelisholmagan-ku. Misol bu joyda Buni lekin o'sha kinodagi olingan binoni ko'rsalaring, bundan ancha chiroyli edi. Hozir bu turishi xuddi multfilmda anaqalarga o'xshatib qo'yishdi, lekin keyin boshqatdan qurilgan. Ha, boshqatdan qurilgan. Eshik ochiq ekan. Hamma bosib olgan. O'sha paytda cherkov bo'lgan ekan, hali yosh bolalar. Nima deydi, yetim bolalarni qaraydigan cherkov bo'lgan ekan. Tepadan lekin dengiz ko'rinishi. Mashallah. Faqat mana shu yuradigan yo'llari tan chiroyli ekan. Bu daraxtdan bo'lganmikan deb o'ylasam, beton ekan-da. Hop, Taqdir o'yini filmi olingan joyda ham aylandik. Endi biz keyingi joyga qarab yo'l oldik. Biz hozir Jeju orolini Central parkiga keldik. Bundan oldin yo'lda ketyapti hozir bitta moshinachani ko'rib qoldik-da. Xuddi yoshligimizda GTA o'ynaganmiz kompyuterda. O'sha GTA o'yinidagi mashinaga o'xshagan bitta moshinachani ko'rib qoldik. Batman'da mashinasi. Bu qani? Wow. Bu haqiqiy mashinaga o'xshatib qo'ygan. Hozir buni minsa ham bo'ladimi deyman-da. Ichida sidinariyani ham bor. Ketdi, bir yo'l park chekin. Bu joy qanaqa joy desalaring, shu dunyodagi hamma mashhur binolar, misol uchun Hindistondagi Toj Mahal yoki bo'lmasa Fransiyadagi Eiffel minorasi, shunga o'xshagan dunyodagi barcha mashhur binolar bu joyda maketlarini qilib qo'yishgan ekan, kichkina qilib. Shularni ko'rgani keldik. bak kafe ekan. Ha, yo'q. Baştan olinsa kerak. Mana chekirishga puli. Ikki yozib berdi, bepesodo. 안녕하세요. 안녕하세요. 입장료 여기서 보면은 네. 여기 화면 옆에 부착이 돼 있죠. 일단은 가리타스 나와. 요거. 네, 맞는 Şuraya kodda görün. Yo'q qarang, Amerikada 3 ta aka-ukalar bor. 3 ta o'zi naqa bor ekan. Krasный Площадь, Красный Москва. Wow. 거니까요. 아이, 감사합니다. 감사합니다. 이거 챙겼어요. 카드만 주시면 돼요. 카드만 주시면 감사합니다. 수고하세요. 네. Bu joyda o'zi piyoda aylansiz ham bo'lar ekan yoki bo'lmasa kichkina hali boshnachalardan aylansiz bo'lar ekan, yo'li bor ekan. Hozir bu joyda odam kamligi uchun bati boshlig'i hozir bizga faqatgina 9000 dan har bir kishiga shu mashinachadan minib aylanishga ruxsat berdi. O'zi boshqa kunlar keladigan bo'lsalaring 19000 ekan. Mashinadan minib aylanib ko'rish. Mana shunga o'xshagan mana mashinachalarni minib aylanib ko'rish mumkin ekan bu parkda. Короче, aka, o'ng tarafi gaz, chap tarafi torbaz. Agar tormizda 2 marta bosadigan bo'lsangiz, orqaga yurar ekan. 자, 이렇게 돌면서 여기 시계 확인하시고요. 네. 자, 25분까지 오시면 됩니다. 네. 오르막 천천히, Agar orqaga yurishni to'xtatmoqchi bo'lsangiz, yana 2 marta bossangiz oldiga yurishni boshlar ekan. 천천히. Oho, вообще zo'r ekan lekin. Oo.
Yes. Ay, to'g'ri. Oldin bir qator aylanib chiqib, keyin bu joylarni, binolarni ko'rsatishga harakat bir ko'rsatib o'tishga harakat qilaman. Moshinada tushib o'tirmasdan. Birinchi polni aylanib chiqib, keyin piyoda aylanamizmi deyapman. Davay. Vaqti ham bor ekan. Ha. Oo. Vasha, o'sha yo'l bo'yicha nima qilaveramiz? Mana endi hozir mashinalarni topshirib, piyoda endi bir qator aylanib, binolarda hammasini bir ko'rsatib, tushuntirib o'tishga harakat qilaman. Men balig'mi deb mana setgan. Ilonmikin? Bu joy ancha ofto yepagan ekan. Bu Yaponiyani Osaka shahrida joylashgan ekan. 1550-yilda qurilgan bino ekan. Osakani asosiy sayohat markazi ekan. Kirsam bo'laverami kim buni ichiga? Tushuntirib qo'ygan joyi qayerda ekan buni? Aytsa kirib bo'lmasa kerak sayt uni. Bu asha 1907-yilda Xitoyda nima deydi? Qirol yashagan saroy bo'lgan ekan. Hozirgacha saqlanib qolgan ekan. Hozirda Xitoyda muzey sifatida foydalanib kelinlar ekan. Trenat o'lishdi. O'lishibdi deysizmi? Katta askarlardan qilib qo'yishibdi. Yomon o'xshatib qo'yibdi lekin a? Bo'larchi, uni qarang. Ta'zim qilib turishini. Hali jumolarda bo'lardi-yu. Buni uddaladim. Mana bu Amerikadagi ozodlik haykali. Lekin yomon o'xshatib qo'yishibdi lekin a? Multfilmda mana shu nima edi? Youtube bilan. Mo'alligi-yu, ko'rgansizlar buni? Kinosini? Ha? Damdamida, ne saqiz chaynaydigan kino bor edi, yotib nima edi? Qanaqa-qanaqa-yu. Sticker. Mana bu YouTube'da birinchi olgan videoyim. O'sha Koreyani prezidentlik saroyi. Hozirda muzey sifatida foydalaniladi faqatgina. Bu o'sha mashhur Hindistondagi Toj Mahal binosi. Detaillarni yomon o'xshatib qo'yishgan ekan. Hamma joy bir xil, lekin Buni yaxshi o'rganishganda. o'sha bu joy Iroqda joylashgan Ishtar degan darvoza ekan. Ishtar qayerdadir eshitib ko'rgandim. Menga eng yoqqan, bu joyda eng yoqqan bino mana shu bino bo'ldi. New Zelandiyada joylashgan bino ekan. Xuddi Harry Potter'dagi uylarga o'xshatgan-a, bilsangiz? Yomon chiroyli ekan, lekin mana shu yomon yoqdi uy. Bu tarafi вообще. Mana bu ana Avstraliyadagi, Sidneydagi bino. Sport nimasimi? Opera House degan bino ekan. O'zimiz radnoylari. Ana o'zimiz radnoylar. Nima edi oti? Kreml deydimi? Kreml. Kreml saroyi. Ancha eski ekan bu, 1555-yilda qurilgan ekan. Ha, bu. Wow.
5 yil deganda qurib bitirilgan. 5 yil? Tez bitgan ekan вообще. 1555-yilda qurilish boshlanib 1560-yilda qurib bitirilgan ekan. Hozir shuni ichiga kirsangiz polni magazinlar shunaqa-yu. Haliginaqa. Nima deydi? Saroy emasmi bu hozir? Saroy bilmayman. Muzeyda. Ha, muzey bo'lib qolgan. Ha, yo'q. Ya'ni soat ham sotadi-da. Mana. Bu yerda ham bor ekan Rossiyaning bunaqasi binosi. Bu teatr ekan. Большой teatr ekan. Mana shu ekanda Большой teatr. Ko'p gapirishadi-ya, Большой teatr deb. Katta teatr. Wow. 1776-yilda qurilgan ekan. Eng qizig'i ichiga sig'adigan odam 2150 ta odam sig'ar ekan. Ha, bu Moskva universiteti ekan. Moskva universiteti ham bilasizmi, bunaqasi uровень tepada turadi anchalik. Yo to'qsam qiyin-a. O tojini sindirib olishgan ekan, qo'yib qo'yaman tepasiga. Radnoyladik. O. To'xtab turaman sizni. O. Ondan işte. Shamoldan yana tushib. O'zbeklar ishlab qo'ydi demakda. Bilsalar bilarsizlar. Falastindagi Aqso masjidi ham bor ekan bu joyda. Haligidan men e'tibor bermagan ekanman. Mana o'sha Aqso masjidi. O 685-yilda qurilgan ekan. Necha yil bo'ladi hozirgacha? Deyarli 1380 yil davomida. Nima Isroilda qurilgan deyapti? Falastin davlatini tan olishmaydi-ya, chunki davlat yo'q, unaqa davlat. Ha, bu joyda Italiyadagi Pisa Tower ham bor ekan. Qiyshiq bino, ko'pchilikga mashhur. Ha, bu joy 1173-yilda qurilish boshlangan ekan bu binoni. Va 1350-yilda 8 qavatli qilib bitirilgan ekan. Juda ham vaqt ko'p ketgan ekan qurib bitirilishda o'ziga. Bu binoni men o'sha qurilishdan shunaqa qiyshiq qurilganmikin deb o'ylasam, vaqqa kelib hozir o'qidim. Va o'sha 1350-yilda qurib bitirilgandan keyin har yili 1 millimetrdan qiyshayishni boshlagan ekan. Va 1990-yilga kelib u qiyshayishni 4,5 metrga yetgan ekan. Shundan keyin o'sha yiqilib tushmasligi uchun, qulab tushmasligi uchun rekonstruksiya qilingan ekan. 11 yil davomida 2001-yilgacha boshqatdan qurilgan ekan, ya'ni to'g'irlashgan ekan. 1838-yildagi holatiga keltirib qo'yishgan ekan. Shu 1838-yilda 4 metr 1 santimetrga qiyshaygan holat ekan. Ha, oxirgisi qolibdi o'nta. Parijdagi Eiffel minorasi ham bor ekan. Eiffel ko'rmadinglar? Ha, kirib ko'rmadim, u tarafga lekin. Yaxshi kinoning. Bunga aloqasi yo'q. Kirmoqchisiz aka? Italiyadagi naqa bu? Fontan. Bata ham bor ekan, uni o'rtasiga otishgan ekan tangalar. Va bu joyda esa Fransiyadagi Eiffel binosi. Orolni Central parkiga bo'lgan sayohatimiz o'z nihoyasiga yetdi. Biz endi keyingi manzilga qarab yo'l oldik. Biz hozir Saryoniy o'rmon yo'liga keldik. Bu Cheju orolidagi o'rmon hisoblanadi. Uzunligi 15 kilometr ekan. Va har xil daraxtlar ko'rish mumkin. Voh, ichkarini qarang, chiroyli. Qaysi tarafdan boshlaymiz? Qaysi tarafdan boshlayveraylik? Yo'l qilib qo'yibdi, chiroyli qilib. Voh. Mashalloh. Shu chiroyli ekan, lekin.
Maşallah. Ichkaridagi atmosfera вообще boshqacha tasavvur qilish qiyin. Вообще bunaqa tasavvur qilmadim lekin bu joyda borib. Sig'dirib bo'lmayapti kameraga. Sig'dirib, hali ko'z chalib yetkazib berolmayapti. Xuddi shuni aytmoqchi edim men. Bu joyda o'zidagi atmosferani hali ko'z bilan ko'rganim bilan kamerada ko'rgan вообще boshqacha lekin ko'z bilan ko'rishni tavsiya qilaman lekin. Yozda kelsa вообще salqin bo'lsa kerak, menimcha. Yozda kelsa juda ham salqin bo'lishi kerak. Qarang, oltin guyutmi nimadir unaqa daraxtdan unaqa tushib turar ekan hamisha. Hozir chiqsangiz ochiq boshlarimda qo'yib ketsa kerak mana shunaqa. Yo'q, qarang, hamma yo'q, yashil bo'lyapti shunaqa. Va shu daraxtni o'zini naqasida, nima deydi, changi deydimi? Shular tez tushib turar ekanda. Bu joy undan oldin aytdim, umumiy uzunligi 15 kilometr deb aytdim. O'rmonning o'zining kattaligi rostdan 15 kilometr, lekin shunga o'xshagan piyoda yursa bo'ladigan joylar uzunligi 1.5 kilometrmi shunaqa ekan. Bitta yotsa ham bo'lar ekan-a? Lekin yotib bo'lmasa kerak, u kirligini qarang. Yotishibdi. Kimdir yotib ham ko'ribdi-da. U qarang. Kim yotib ko'rgan ekan rostdan, ha? Farqi yo'q odam yotganmi deyman. Ajmalaq qilmaganmisiz kerak-da. Batta shu kemping qilib o'tirsa masjid bo'lsa kerak, lekin kemping bitta qo'yib olib o'rtada ovqat qilib, shashlik zillatib o'tirsangiz, vashta zo'r bo'lsa kerak. Bu yerga qarang, toshlarni qarang. Nima bunaqa ekan ular? Turizmlarda. Karslarda shunaqa odati bor. Mana shunaqa qattiq shunaqa toshlar ko'rishsa, niyat qilib tepasiga shunaqa terib qo'yishadi. Niyat qilayotgan paytida tosh tushib ketib qolsa, niyati amalga oshmasmish. Agar tushmaydigan, yerga tushib ketmaydigan bo'lsa, niyati amalga oshadiganmish. Buni hech kim tegmaydi-da. Haqiqatan bizga o'xshaganlar lekin tegmam ko'ramiz. Kaybay o'ynaymizmi? Tushirib yuborishga uni deb. Biror nima otsa tushadi o'zi. Ketaverdi ya sekin uyga. Uyga debman. Keyingi joyga. Uchinchi joyimiz qayerda keyingi manzil? Keyingi joyimiz Sharshara. O'rmondan keyin Sharshara. Sovuq bo'ladi lekin.